Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ka'bada burchakda mana uzun naqsh turibdi. Mana shu rukiya mana burchagi bo'ladi. Bundan keyin burchak top naqshli burchak. Hajar Aswad burchagi bo'ladi mana. Mana rukiya ma'nida Rabbani o'qiladi. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Mana bu Xudo xolasa 28 yo 27 aprel kunlari Ka'bada yurib esimizdan chiqib ketyapti kunlarni. Mana Xudo xolasa kun issiqligi uchun odam ham peshin namozida hozir kam. Bismillah akbar. Bismillah akbar. Bismillah akbar. Hajar Aswad nozira mana eshigi. Mana Ibrohim payg'ambar izlari qo'yilgan bo'ladi. Bu eski Ka'bani oldida bo'ladi. Keyin baqa Umar roziyallohu anhu baqa surgan bo'ladi. Mana maqomi xatm bo'ladi, xatm. Shuning ichida o'qigan namoz, Ka'baning ichida o'qigan namoz bilan bir xil bo'ladi. Soatimiz 10:01 mana. 3-tavofimiz boshlandi xudo xohlasa.